Hayotdan so'raman. Allo, Qanchada beri efirga ko'rasiz? assalomu alaykum. 2 oydan beri. Alaykum assalom. Og'rigan joyni ayta oling. Yuragim, boshim, Yana oyog'im, qo'lim, belim, matkam. bo'l yetadi shu. Ilk paytda nima bo'lasiz? Bir paytda yuragim siqiladi. Boshim Shunda og'riydi. tushingizga nima keladi? Shunga o'lgan odamlar, ilon, Ilon, yana hayvonlar, bo'ri, yo'lbars, zino yana kiradi. Erkak, ayollar kiradi. bo'ldi yetadi. Ko'p ayollar keladimi? Qanaqa? Ko'p ayol, o'sinim kiradi, katta o'sinim. Yo'q, ayollar deyapsiz. Notanish ayollar ko'p keladimi, yo'qmi? Yo'q, notanish emas, tanish. Tanish ayol. Tushunarli. Ilon nima qiladi tushingizda? Ilon tishlaydi, suvni tagida yuradi, keyin men uydan chiqib ketaman. O'sha ilon bor joydan, uydan yashayotgan spalnimizdan chiqib ketaman. O'shanda qutulaman. Xullas, qarang. Sizda eringizdan sovutma sehri bor. Eringizdan sovutyapsizmi? Salgina. Unchalik emas lekin. Eringizdan sovutma sehri bor. Endi bu ikkalamiz yashayotgan sehr sekin kuchayadi-da bu. Birdan sovib ketmaysiz, oz-ozdan vos-voslar bilan sovib ketasiz. Xullas, sovutma sehri bor. Uyingizga, endi spalningizga bir narsa sepilgan emas qilinganda, shunaqa shifo spreylar, shifo shafron seping spalningizga. Sepyapman domla. Ashuni seping. Keyin soqotyapsizmi? Muzlash, Sovqotyapman. soqotish bor, tushunarli. Ko'p suv ichgisi kelyaptimi, yo'qmi? Ichkim shifo shafran ichib berman. 6 litrgacha ichaman. Uni so'ramayapman men sizdan. Menga javob bering. Ko'p suv ichgisi kelyaptimi? Ko'p suv ichgisi kelaveryaptimi? Kelyapti. Ko'p qo'lingiz yuvib, betingiz yuvingiz kelsa-chi, bo'lyaptimi, yo'qmi? Bo'lyapti. Sizga suv qattiq sovutma qilingan. Tushingizda suv ko'ryapsizmi, suv? Suv ko'ryapman. Loyqa suv, ilon ham suvni ichida. Suv jinilashib olgan sizda. Sizga suv jin ilashib olgan. Suv jin degan nima bo'ldingiz? Qo'rqib ketdim. Suv jinilashib olgan. Sizga suv jinilashib olgan. Meni yaxshi eshiting. Muzlagan joylarga shifo zaytun surting. Chanqasangiz iloji boricha shafran, dam solingan suvlar shafran iching, shifo shafran iching. Cho'milganingizda ham. Soy bo'ylariga borgis kelyaptimi? Dengiz bo'ylariga borib, internetda ham suv ko'rgis kelaveryaptimi? Ashaqalar ko'rmay turing. Chunki kuchli energiya oladi ulardan. Ariqlarda oldiga borib o'tirmang, mana qilmang. Tak, shuni sujin katta kuchli sovutma bor. Shifo zaytun ko'p sutishingiz kerak. O'lim, hayotdan afsala tez sovib ketyaptimi? Chaqaloqim ko'rdim domla, esimdan chiqib qoldi. Men gaplarimni yodlab qoling. Bu narsani eslamasdan. O'lganlar nima qilyapti tushingizda? O'lganlar tilla zanjir berib ketdi. Keyin rasmini ko'raman. Nima? O'lganlar rasmini ko'raman, o'lganlar rasmi bosadi. O'limga qilingan sehr bor ekanda, tilla zanjir bergan bo'lsa, tushunarli. Ichida erkak ayol borga o'xshaydimi? Erkak ham ayol. Eplaysizmi gapirtirsam? Eplayman. Shifo shafar ichganda nima bo'lasiz? Xo'jayinimga tashlanaman. Nima qilasiz? Urishgisi keladi, baqirasiz, nima qilgisi keladi? Urushib tishlagim. Birinchi ichgan kunim urushib baqirgim keldi. Undan keyin unday narsa bo'lmaydi. Faqat ichib yuraman, sal qaltirayman ichsam. Tushunarli. Shifo zaytun surtyapsizmi? Nima bo'lyapti shunda? Surtyapman. Nima bo'lyapti shunda? Sal qo'rqqanday bo'laman. Tushunarli. Sujinda shifo zaytun ko'p ishlating. Bir kun 2 man, 3 man surtoring. Ichsangiz ham bo'ladi. Boshingizda nima turganga o'xshaydi? Boshimda tosh. Tosh. Yurakda? Yuragimda xanjar. Xanjar. Tak. Matkada? Matkada qattiq betonga o'xshagan narsa bor. Beton. Qo'l oyoqda? Oyog'im bog'langan zanjir bilan. Zanjir. Yuming ko'zingizni. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Erkakmi ayolmi sen chiq?
Erkak. Qancha bo'ldi kirganingga? 4 kun. Qancha? 4 kun. Tak. Eng eskisi kim kirgan? Ayol. Chiq ashir. Chiq sen. Bu ayoljon, sen chiq. Qancha bo'ldi kirganing senga? 2 yil. 2 yil. Tushunarli. Bu ayolni nima qilishing kerak sen? O'ldirishim kerak. Yana? Eridan sovutaman. Hayotdan sovutaman. Tushunarli. Sujinmisan? Sovjin. Suvdan kuch olasanmi sen? Tak, shosha bilan ichgan nima bo'lding? Qo'rqaman. Nimaga qo'rqasan? Nima bo'lasan? Qiynalaman, yonaman. Bu qizni soatni nima qilib qiynayapsan? Qo'rqitaman, vasvas qilaman, yomon ishlar ko'rdiraman. Yonida turaman. Meni qara, Allohdan qo'rq. Allohdan qo'rq, Robbingdan qo'rq. Spalnisiga nima qilingan spalnisiga? Sepilgan. Nimani qayerga sepgan? Gilam taglariga, shkaflarga suv sepgan, suv o'qitma. Ancha aytaman-da, sepilar. Shuni seporinglar, shifo-shafron, spreylar sepsanglar tez chiqib ketadi. Allohdan qo'rq. Boshidagi toshni olib tashlab bo'l, bismillah. Bismillah. Olib tashlab bo'l boshidagi toshlarni. Bismillah. Oldi. Yuragidagi xanjarni sug'urib tashla. Oldim. Matkadagi betonni yorib tashla. Shifo-shafron so'raganlarga mana shifo-shafron. Jinni kuchini tezroq ketadi, tezroq shifo. Bu Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya bo'yicha dastlabkamiz bor. Pastda nomerlar turibdi. Betonni yordingmi? Bo'l, urib yordingmi? Yordim. Qo'l oyog'idagi zanjirlarni yechib tashla. Bismillah. Bularga men o'zim 5 oy dam solib qo'yganman-da, bularga 5 oy dam solganman o'zim. Ancha tez sehr jin ketadi. Qo'llagini oldim. Oyog'ini tozaladingmi? Yo'q. Oyog'ini ham tozala. Tozaladim. Ko'zida nima bor? Ko'zida qum bor. Qoqib tashla qumni. Bo'l, bismillah. Tozaladim. O'ziga keldir. Meni eshityapsizmi? Eshityapman domla. Boshingiz nima bo'ldi, boshingiz? Boshim yengil. Yuragingiz? Yuragim ham yengil. Matka? Matkam ham yengil. Qo'l oyoqlaringiz? Qo'limda sal og'riq bor. Zanjir nima bo'ldi, zanjir? Zanjirlar ketganday bo'ldi. Qo'limda ham oyog'imda ham sal og'riq bordi. U boshqa. Menga zanjir dedingiz, bo'ldi. Tak, ko'zingiz nima bo'ldi, ko'zingiz? Ko'zim tiniqlashdi. Yuming ko'zingizni. Nima qilinglar, yuzga o'sha gilamlar, taglariga, gilamlar tagiga chiqarish shart emas, ustidan seporasiz, shifo-shafron spreylar seporing. Lekin yo'qotmaysiz, bo'lmaydi. Bittada ketmaydi, kuchi u sehrda bor, birpatga kuch ketmaydi. Sekin tursangiz yo'qolib ketadi. Yuming ko'zingizni. O'jin.
orqamdan qaytalar. La ilaha illalloh ilaha illallah. Muhammadur Rasululloh. Muhammad Rasululloh. Endi seni oldin gapirganda ikkoving birga chiqib ketishdi. Sen mashina tozalab tortib chiqib ketasan. Yo haydaysan men bilmayman. Ikkoving chiqib ketish bu. Bo'l, chiqib ketish bismillah ikkoving. Bo'l. Bo'l, ketyapti.